Mana shu 5 sotuvli uchastka, 10 ta xona, 4 ta sanuzel, 490 kvadraturaga ega bo'lgan 132 ming dollarga pul zarral srochni sotuvga qo'yilgan. Ko'ryapsizlarmi? Orqa taraf hovlisida turibman. Orqa taraf hovlisini qaranglar. Umumiy sanuzel, letniy kuxnya, razmer har qatda katta keng qilingan. Asosiy binoga orqa taraf hovlisidan ham kirsa bo'ladi. Darvozaxonadan ko'ryapsizlarmi? Bir 4 ta mashina bemalol sig'adi. Bu joylarda suv, gaz, svet, sentralniy kanalizatsiya hamma sharoit bor. Skirurish kaletkasi. Mana shu 2 urvilli, 2 etажkali o'zini balkonlari ham bor. Bunaqa uchastkadan 7 ta dona, 4 ta donasi qolgan. Kirib kelish hol, o'ng tarafda oshxona, tepalarida plitalar yotqizilgan. Bu yoqda kattagina mehmonxona, ikkinchi etajga chiqib ketirish, podolga tushib ketirish. Umumiy sanuzel, bu yoqda kattagina родительский spalni, ichida sanuzeli bor buni ham. Qarang, yurib kelar ekanmiz. Yana bitta xona. Ko'rasizlar, orqa taraf hovlisi. Podolda 2 ta xona. Tepaga chiqib kelar ekanmiz, ko'rasizlar, tepani bu yoqdan boshlab ko'rsatdik. Umumiy sanuzel, yana bitta spalni, ikkinchi etaj uchun. Bu yoqda ham yana bitta bolalar uchun yotoqxona, ichida o'zini sanuzeli ham bor. Mehmonxonani qaranglar, kattaligini, ko'cha tarafga qaragan deraza romlari, balkonlari bor. Yana bitta yotoqxona. Bu oxirgi xona bu. 5 sotuvga qurilgan, korobka holatida turibdi, 132 ming dollar. Deraza romlari qo'yilgan, 142 ming dollar. Hamma ishlar qilingan, santexnika, отопление, gipskardon, elektrika hammasi bo'lgani 152 ming dollar. Joylashgan joyi Uch Qahramon krugidan kirganda Hoji Ota mahallasida joylashgan. Eshikning tagigacha 6 kilometr. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilib, cho'chimasdan baraka qilinglar.